Faraon yoki Varon qaysi biri hozirgi kunda eng aktual va odamlarga yoqayapti? Bu Varonning tadbirda kirib kelishi va tepada kilchatini ko'rishinglar mumkin. Va endi Faraonni ko'rishinglar mumkin, tadbirda kelishini va tepada albatta kilchatini ko'ringlar bo'ldi. Bu esa Varonning o'yinda ko'rinishi. Bu esa Faraonni. Endi esa tadbirda Varonning odamlarning reaksiyasini ko'ramiz. O'jala, hajiyala. Qarg'alarga kirib keladimi? Endi esa Faraon reaksiyasini ko'ramiz. Alo.